Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, Havasdan biznesgacha kanali a'zolari. Xudo xolasa, mana 17 dona begunoq jo'jalarimiz Surxondaryoga jo'nayapti. Jo'nash arafasida, endi nasib bo'lsa uni pakovat qilamiz. Xudo xolasa eson-omon yetib borsin, duo qilib qo'yinglar. Buning uchun albatta Tajriba.uz kanaliga ham alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Nasib bo'lsa jo'natayotgan paytimiz yana syomka qilamiz. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, YouTube kuzatuvchilari. Nasib bo'lsa manaki 17 ta begunoq jo'jachamiz Surxondaryoga yo'lga chiqdi. Xudo xolasa eson-omon yetib borishsin. Mana 10 kunlik jo'jachalar. Mana jo'jalar keldi. Svetimiz ana bo'lganiga sanmayman aka. Xudo xolasa talafot ko'rmay keldi hammasi. Uzr.